Oramizda bu kinoni ko'rmaganlar bo'lmasa kerak. Shundan ozgina parcha bir ko'rib, qo'shig'ini eshitib maza qilaveraylik. Ceyran bo'lib quvib yeting qalindegim sizga bir armon bo'lay zolimdegim ceyran bo'lib quvib yeting qalindegim marg'ilonni yo'liga boshim qo'yib men ketay Zaynab bilan qalindegim marg'ilonni yo'liga Hijriy 1277-yilning kuz oylarida Yusufbek hoji amiri lashkar Qanoatshodan xat oldi. Qanoatsho Avliyo otadan yozar edi. O'g'lingiz Otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi. Olmata ustidagi urush bilan to'qinishmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi. Men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim. Yusufbek hoji xatmi Qur'on qilib yurtga osh berdi. O'zbegoyim qora kiyib ta'ziya ochdi. Otabekni jonidan suygan ko'ngil men ketay Zaynab bilan qalindegim yorginam sog'liga jonim beray jon emas bu jahonim beray yorginam sog'liga jonim beray jon emas bu jahonim beray yashagay bir quchoqda ikki gul men ketay Zaynab bilan qalindegim yashagay bir quchoqda ikki gul